Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, mana ko'rib turibsizlar, Ka'ba muazzamani ostida turibmiz. Hammaga nasib qilsa, mana Hajarul Asvad. Hajarul Asvadning ko'rinishi qora tosh deymiz ya'ni. Mana shu qora tosh bilan Ka'bani eshigini o'rtasini multazam deydi. Demak, mana shu oraliqdagi taxminan 1,5 metrcha chiqadi. Mana shu yer multazam deydi. Duolar ijobat bo'ladigan joy. Kelganingizda albatta mana shu yerda ko'kragingizni shu Ka'baga qo'yib turib, ko'kragingizni Ka'baga qo'yib turib duo qilsiz ijobat. Mana hozir Ka'bani oldida turibmiz. Inshaalloh bir necha daqiqadan keyin peshin namoziga azon aytadi. Alloh hammaga nasib qilsin azizlar. Ilinib qilyapmiz, albatta bu Like'larni bosib qo'yinglar azizlar. Kelasi bir kun inshaalloh Hajarul Aswadga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa sizdan pul talab qilinmaydi. Like'ni bosib tarqating. Inshaalloh hammaga kelishlik nasib qilsin. Mana ko'ryapsizlar azizlar. Sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Muhabbatingiz bo'lsa like bosib tarqating. Bir kun kelasi inshaalloh.